Bizlar ta'lim olamiz 46-maktabda. Ta'lim-tarbiya nima o'qitilgan bir safda. Bizning maktab joylashgan katta yo'l yoqasida, temir yo'l qatnovi bor maktabimiz orqasida. Bizning bilimgohimiz eng a'lo o'rinlarda, kim qanday ekanligi bilinar bilimlarda. 70 nafar ustozlar bilim berar foydali. Qanchasida sertifikat ham oliy toifali. Maktabda ta'lim olar 8 nafar o'g'il qiz. Har fandan sinov bo'lar, yengilmaymiz hech ham biz. Maktabimizda musiqa to'garaklari ham ochilgan. O'quvchilarimiz tuman bosqichlarida faxrli o'rinlarni egallab kelmoqda. Maktabimizda inklyuziv ta'lim sinfi tashkil etilgan. Maktabimizda informatikadan to'garaklar tashkil etilgan. Yerda 11 sinf o'quvchisi Qurbonova Shahrizoda raqamli avlod qizlari tuman bosqichidan faxrli 3-o'rinda egalladi. Bu vatanni onamdan kam sevsam uyat bo'ladi. Bu vatanni bolamdan kam sevsam uyat bo'ladi. Maktabimizda sport to'garaklari tashkil etilgan. Boks, shaxmat, taekvondo. To'garak a'zolari viloyat, respublika, tuman bosqichlaridan faxrli o'rinlarda egallab kelishmoqda. Maktabimizda boshlanish sinf o'quvchilari uchun har to'garaklar tashkil etilgan. Maktabimizdagi Namoz va Nilufar ustozimizning bir nafar o'quvchisi Prezident maktabiga, 2 nafar o'quvchisi Al-Xorazmiy maktabiga qabul qilindi. O'qituvchilarimizda kasbiy rivojlanish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Maktabimizda ham ingliz tili to'garaklari tashkil etilgan. Fan olimpiadasi tuman bosqichidan 9-B sinf o'quvchisi Irisboy Fayozbek faxrli 2-o'rinda olib keldi va viloyatga ham faxrli o'rinlarni olib kelmoqda. Bu vatanni bolamdan kam sevsam uyat bo'ladi. Qancha dunyo kezdim ko'nglim yorishmadi baribir. Mening yarim O'quvchilarimizni kasbga yo'naltirish va o'qitish maqsadida maktabimizda robototexnika va dasturlash xonasi tashkil etildi. Usmon Nosir